hurmatli she'riyat muxlislari, e'tiboringizga yana bitta she'rimni o'qib bermoqchiman. Bu dunyoda yashaganing bo'lar bekor. Bir yumushga chin ko'ngildan urinmasang, maqsad sari oldinlarga surilmasang, halol yurib insonlarga ko'rinmasang, bu dunyoda yashaganing bo'lar bekor. Yo'llaringda qoqilsang sen oqlar chekma, o'zga moli haqlariga aslo tegma, nomardlarga, xudbinlarga bo'yin egma, g'aflat bosib yurmagin sen, bo'lgin bedor. Hasad g'araz ko'chasidan aslo o'tma, birovlardan ilinj bilan sovg'a kutma, yomonlarning nayranglarin ichga yutma, bechorayu yetimlarga berma ozor. Ko'chat eksang bir kun borib bog' bo'ladi, farzandlaring ko'ngli yayrab chog' bo'ladi. Gunoh qilma, yuragingga dog' bo'ladi, yomonlikka Allohning ham aytgani bor. 13 mart 2018 yil yozilgan. Mirishkor tumani Elobod qishlog'idan Dilshod Said.